Bitta dahshatidan kelgan qaranglar. Sal qolgan motorni ikkiga bo'lib qo'yishiga asosiy magistral avtobus kanali полный sistemaga yog'ni tarqatib beradi. Ega mana. Rosa nozli joyiga tekkan. O'zi ikkita joyga tekkan, rosa nozli joy. Mashina nima bo'lgan? Mashina avtomat korobka bo'lgan. Bu mashinani avtomat korobka haydamagan odam haydab qo'ygan. D'ga soldim deb mexanikaga solganda, mexanikani rushni alishtirmasdan faqat gazini bosib haydagan. Shu tortmayapti-da mashina deb turib qanchadir kilometr yurib qo'ygan. Mana mexanikaga solgandan keyin rushni skorost alishtirish kerak. Balandlatib, pastlatib, plus-minusida. Hech narsa qilmaganda hozir tezlashadi deb haydagan. Xudo xolisa olib qoldik, garantiyasi bilan chiroyli qilib haydab beramiz. Kuzatishda davom etdi. Bu videoni shu avtomat korobka haydamagan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.